Kökselerini içip koyuptu. Bu sizgu. Yinanız turgan kimler? Muallimim bilen savoqdashlar. Xotininiz yo'q, akşamları mushni ko'rdikansiz-da? Endi sizdan bo'ldi. Xotin kishi bo'lgan ekan, obdaroq o'ginib qo'y. Satligini. Nim qilyapsiz? O nomussiz. Nemini o'gandavatsiz? Buzuqchilikni o'ginamdim. Tanrım. Mo'lenching turib tursin. Boshqalarni davomliq tekshiring. Boshliq. Bu odam eng ashaddiy sotqinjimi? Jufu ham shunday edi ku. Xo'p. Ha. Boshliq. Derizdan sizning kelayotganligingizni ko'rgan edim. Hozir siz bu yerda turmay, Mo'lenchingning uyida ishga tushishingiz kerak edi. Doim beriversam ularning gumonini qo'zg'ab qo'yamanmikin deyman. Gumonlansin mayli. Nima qila olaydi? Bu yerda vazifa bo'lib qolsa deb kelgan edim. Nima vazifa bo'ladi? Hech qanday vazifa yo'q. Mashirning kuyovli Beypinga kelibdi. Komandan bilan kompartiyani yarashtirmoqchimish. Amerika farishtasiga kirib olishga amroq. Bu qisqa muddatlik jimjitlik nihoyat yaxshi. Men saqlig'idek bir nima yig'ib olsam, siz muhabbatlasangiz, nima yomoni bor? Ma'qul. Men berib muhabbatlashay. Obdan muhabbatlashing. Mo'lenchingning qo'lidagi narsalarni cho'ka oltin bilan hisoblab bo'g'ilib bo'lmaydi. Sizning cho'ka oltin bilan o'chingiz yo'qdi. Cho'ka oltin? Men bak amroq. Uning heliqi jiyan qizining nihoyat xuluqi bor. Amsa, men ketdim. Men bu taksidan xabar bormi? Kechiring boshliq. Hozircha xabar yo'q. Sekistiman. Yuxanim, bu qahvani mening bir tuqqanim chet eldan og'ash ketdikan. Ta'mi qandaq ekan? Doğru qaynatmasa o'xshaydi ekan. Chuvar, bu yoqqa keling, ha. Bu qahvani akirib etib, Yuxanimga choy ib chiqib bering. Ma'qul. Sekistiman. Yuxanim, yeliq kitobni ko'rdingizmi? Ko'rdim, ajoyib ekan. Chet elda turib kelgan odam rost boshqacha bo'ladi ekan. Maxonim, u kitobni Luxanimga siz berdingizmi? Majang o'ynaylik. Nima kitob u? Meyacha, jinsiyat doktori deb anglaganmidingiz? Anglagan-ku deyman. Jan familiyalik. Voy-yey, shahvatparast nima ekan u? O'zining qancha chet ellik xotin bilan yotganini nomus qilmay deb yuribdi. Undaq degili bo'lmaydi. Nomus qiladigan nemisi bor. U degan go'zal turmushni tadqiq qiladi. Shundaq. Bu karvatdagi ish undaq oddiy emas-jimi? Uningga texnika ketadi. Baxt degan shu-da. Uni o'qib o'zimni bekor yashaptiman deb qoldim. Shuncha sirliqmi? Xalq bilan qanday yetishning gapi o'sha. Lo'acha, uning jinsiyat to'g'riliq biladigan bilimlari pek ko'pkan. Boshqalar qancha bilimlik bo'lsa, bu ishga shuncha usta bo'lamish deydi. Hay, Yuxanim, sizlarning uydagi apandi oliy maktabda o'qigan. Bu ishda qandaqroq, ha? U ishdik. Ishdik? Demak, vaqti qisqa ekan-da. Vaqti qisqa. Yetib olish tayyor bo'ladi.
Ular o ishni emas, heliqi ishni deydi. Ha, o ishni demsiz? O ishni kirvat qilganing nima mazisi? Mazzi qilaman desa, tog' bag'rida etizliq tiqisi bo'ladi. Tog' bag'rida cho'qim tayzi bo'ladi. Tog' bag'rida qo'rinmamsiz? Nimaga qo'rnatdim? Tabiatning qo'ynida. Vah, nima degan yaxshi otkal qo'yladik. Bu yu xonim ajab tuzgan. Ashundaq ishlarni deyverdi ekan. Boytiq tayz bo'ladi da'vat etdingiz-ku. Uni gap qilibchi. Hey, uy xonimning bo'yida qoldimi nima? Singlim, qandaqroq chataq yo'qdi, ha? Hech nima bo'lmadi. Bu qahva to'xining po'qib turaydi ekan. Qo'rqma, ha? Qo'rqma. Tutib eling desam. Qo'rqib ketmagansiz. Bu mening birinchi qitim suyishim. Shundaqmi? Siz hiliq Sahrali xodimingiz bilanmi suyishamsiz? Bu gapni qilmaylik. Sizga o'ng'aysiz bilinmi? Yo'qay. Sizning hamma ishingizni bilsam deyman. Sizning yana boshqa aralashadiganingiz bormi? Men ketay. Xafa bo'ldingizmi? Men ansirmisam? Siz nimaga xafa bo'lasiz? Tog'ingiz uy ko'chamda nima? Necha kun bo'ldi? Ko'chib yuradi-ku. Ne ko'chirkan, sirt shunda qalayimqon tursa. Voy tangay. Uning bu boyliqlari beshig'i bala bo'ldi. Sizlarning juntoning, partiyaning, garnizon shtabining odamlari to'xtamay kelyotdi. Uni qaqti so'qti qilmoqchi shu. Yaponiyalik ayolg'u. Hozir bunday odamlarga yiqa yo'lash intayin xatarlik. Tog'ingizda azaldan sotqin degan dog'ba tursa. U uni ashnisi. Men tog'amning mushishiga bak qo'l qo'yaman. Shu ayol uchun o'zining borlig'ini taqdim qila oladi. Siz shunday qila olamsiz? Yomg'ir yog'amdi nima? Jami 6 sandiq. Hammasini oq eshikdan epmangdi. Ishlatgan mashinalar Amerika dengiz armiyasining ekan. Yana Vanchoning aytishicha, ular to'shig'il necha kun bo'pti. Nayt yaxshi. Sizning muhabbatlashishingiz nayt utuqliq bo'pti. Qolgan ishlarni o'zim qilay. Endi daromadingizni kuting. Biroq men bu narsalarni qayerga opiradiganligini bilmadim. Matroslar iskalati birinchi nomerlik pristallarni siz atli odam boshlab berib aqtiring. Amerika armiyasining iskolatini aqtirish ishiga ma atrot boshlig'ini avazsangiz bo'la? U harakatga mas'ul emasmi? Makuyning orqasidami ko'zi bor. U aqtirib tepib olgan narsalar kimning qo'liga tushib ketadi, kim biladi. Bu jasus tutish emas. Sizcha mening maqsadimni tegichchi tushunmadingizmi? Tushundim. Atli berib aqtiray. Başliq, telegramma bölümündeki komuder sizden görüşsem deydi. Kirson. Başliq, bu tek sizden cevap geldi. O'qing. Piriston. Zo'larni men yan rayonlik hukumat aloqa boshqarmasida ko'rgan, Chongqingdan kelgan, keyin Sovet ittifoqiga ketgan, chet el tili biladi. Yaqinda Yan'anga qaytib kelib, orqadan Beypinga avatilgan. Hozirgi deriki aniq emas. Tianjin bilan munosabati bormi yo'q degi aniq emas. Tekshirilyotdi. Yana bu ayol Chongqingdagi mazgilda kompartiyaning ishbiyoni Emi cho'qqisi bilan aloqalashgan. Bosh shtab tashqi ishlar xizmatchisi Yuziching bilan muhabbatlashgan. Bu takchisi.
Ami cho'qqisi. Hey, jinsiyat degan nima? Nima? Jinsiyat. Ular doim jinsiyat deb kulishidi. Karvatdan xichildatganning ma'nosini bilamsiz. Jinsiyat degan shu. Men shundoq paraz qilgandim. Hup pasla. Ko'nglimni ilishtirib. Siz ularga yana atkanlar juplashganning gapini qildingizmi? Yo'q. Ma xonim mendan siz bilan bo'lgan jinsiyatning qandaqligini so'ragan edi. Men bilan? Nima dedingiz? Men karvatda mazisi bo'lmaydi ekan. Yanala tog' bag'irda etizliqda payz bo'ladi dedim. Men yana xato gap qilib qo'ydimmi? Chataq chiqamdi. Asta, demaydigan gapingiz yo'q ekan. Bundan keyin ularning uyda deyilgan gaplarning hammasini menga doklad qilasiz. Keyin ular mendan so'rab qolsa javob berishga aplik bo'ladi. Ular sizdan aymanmay shunday gapni so'ramdi taxi. Hazar aylash kerak. Bundan keyin ularning uyiga oz bering. Hey, men o'ylagan katakdan birini salaymikin deyman. Hadi sil tuxumalaman deb bozorga berib yurgicha ham baq qimmatgan. Katak selishga bo'lmaydi. Nemishqa? Bekorchilikda ichim pushib ketdi. Ichingiz pushib ketsa bo'lmaydi. Bu inson xilop. Yo'q gapni deb po'poz qilmang. Katak qaysi inson xilop bo'ladi? Nimaga oqiraysiz? Asta gap qiling. Beshamni qilay demsiz, men bo'lmaydi degankim bo'lmaydi. Kim beshamkan? Yana depakni qani? Men sizni. Men nima qilmoqchi? Meni it yutamsiz? Ha, ma'qul. Ha? Elha? Yo'g'on bir erkish turib, bu kichikkina bir nimani ko'tarib olib, nima mening oldimda plan o'tib yuraysiz, ha? Nima plan o'tib yuraysiz? Sizga deb qo'yay. Kuli ko'pingizni yig'ishtirib ko'zimda yo'qdi. Voy. Boshliq. Ma'qul. Ma'qul. Men hozir boray. Siz meni yo'qol da'vatamsiz? Amerikaliklar baş bo'lgan askari yarashtirish boshlandi ekan. Yarashtirish bosh apparati Beypingda bo'ladi ekan. Tenjinda sho'b apparat quriladi ekan. Kompartiyaning vakillari umiga at oqshom yetib keladi. Da idora boshlig'i askari yarashtirish tinchlik kaptira emas. Markazdan yerlikcha har darajaliklar quloqni ding tutib, ko'zni yo'g'on etish kerak. Bizning ko'rishimiz boshlandi deb buyruq tushirdi. Har qaysinglar idora boshlig'ining muddosini tushundinglarmi? Kommunistlar keladi ekan. Yana kelib nəhayət aşkar. Biz ularning so'z harakatlarini nazorat qilib, ularning qizil tashviqotiga fursat bermasligimiz kerak. Atrat boshlig'i. Ba. Ularni qayaga o'rlashtirishni siz o'ylashing. Ular 9 odam ekan. Ularni sirtqi dunyo bilan ayirib etish lozim. Savdogarlar sariya sizingcha qandaq bo'la? U yer kontrol qilishga oson yaponlar ketgandan keyin atrofi bo'shliq qoldi. U yerdagi direktor, muhofizatchi, shoför, oshpaz, toziqchisi deganlarning hammasini almashtirib, harakat atratining odamini qo'ying. Xo'p, darhol o'rinlashtiraman. Lo'mudir. Sizning axborot xizmatingizda qaratmiligi bor bir plan bo'lishi kerak. Jungo Amerika hamkorlik o'rni bizga bir turkum tinchig'ish tamdi, yana zamonaviy durma degandek bir narsalarni bergan edi u. Shundoq. Endi ishlatmasak, qurtlab ketadi. Xotirjam bo'ling boshliq. Biz ularga osmonda to'g'ri yerda qopqon qurib o'tamiz. Yana bir gap. Ular 9 odam ekan. Hargiz oz emas. Ular pulatdek mustahkammidi. Men o'ylayman, ular seriq to'pi to'piligidan Tenjinga kelgandan keyin ko'zlari chaqnab ketar qachon. Agar siz ularning ichidan birisini, hatto ko'zga ilinmaydigan odamdan birisini qo'lga keltirsangiz, intayin katta shop ketadi. Boshliqning g'arizi yuz o'rgizishmi? Xotirjam bo'ling. Men cho'qim tirishiman. Hammanglar tayyorlik qilinglar.
Hay, yo'qmi der. Siz qilib keling. Ha. Matroslar iskilatini at aqtirmay turing. Vaqt uzarsa ishdan chechak chiqib, mo'lyanchang u narsalarni yo'tkab ketsa qanday qilamiz? Birisini payloqchilikqa qo'yib qo'ysak bo'ldi. Ati davlat mudofaa ministrligining bir kuzatish umiga yetib keladi. Hozir biz amerikaliklarning iskilatini aqtirsak, ular jidal chiqasi chatoq bo'ladi. Tushundim. Hozircha mo'lyanchangni nazorat qilib turib, kuzatish umiga ketgandan keyin ati atdiganda siz mo'lyanchangni uyiga bering. U og'zini ching yumib yursin. Kompartiyaning vakillar umigida uning bir savoqdishi bor ekan. U kompartiya bilan aloqa qiladimi? Doğru alatdan. Voy, shuncha kechida kelibsiz-ku. Urushib qoldik. U intizom deganni bilmaydi ekan. Qattiq urushdinglarmi? Men ochig'ini paylamay. Uni ketang deb saldim. Bundaq gapni deyishga nima huquqingiz bor sizning? Siz degan uning rahbari tursingiz. Bu jihatda uning faqatli saposi yo'q ekan. Boshliqning xonimi kunda uni majan o'ynashga chaqirdi. Yendikilarning hammasi punkitga ofitserlarning xonimlari. Ularning biroz cho'qim ishpiyon bo'lishi mumkin. Suyping bakchiq gap qiladigan bir og'iz gapni katkizib qo'ysa, oqibatini tasavvur qilib bo'lmaydi. Suyping haqiqatan muvofiq nomzod emas edi. Tashkilmi amalsiz bo'lib qoldi. Biroq ish bu yerga yetganda siz amal qilsangiz bo'ladi. Siz aktivroq bo'lib, uni tarbiyalab o'zingizga yordamchi qilib yetishtiring. Shundaq bo'lganda o'zingizmi yengillab qolasiz emasmi? Yana boshqa ish bormi? Ha, xotirli o'ylang. Dana. Askariy yarashtirish boshlanmoqchi. Kompartiya vakillarining turar joyi savdogarlar saroyi bo'ladi. U yerdagi xizmatchilar va mulozimatchilarning hammasi harakat atirtana. Ularning barliq harakati nazorat ostida. Axborot boshqarmasi kommunistlarning ichidan o'ziga agentlikni nishon izlamoqchi. Telefon, mashina va barliq uylarga maxfiy tinchig'ish o'rnatildi. Intayin ehtiyot qilish kerak. Yana bormi? Ha, vakillarning to'ralg'usining udulidagi to'qimchilik shirkati binosining 3-qavatidagi bir uy. Maxsus vakillar to'ralg'usini egizdan ko'zatadigan nazorat nuqtasi. Uningda butun kun odam bor. Askariy yarashtirishga umid bog'lanmasin. Jangchi ishi vaqtni oqib so'rmoqchi. Ular yana urush qilmoqchi. Bir harakat bayqaldimi? Amerika dengiz armiya 7-floti Doliman qismini qapoq orlig'i yo'tkab papadi. Ular o'rinlashtirish sur'atini tezlatdi. Siz yetkizgan bu axborotlar intayin muhim. Yuqoridan yo'l yo'riq so'rab baqsangiz, yo'lda Suypingni qaytarmasak bo'ladimi? Buni yuqoridan so'rab baqsam bo'ladi. Biroq sizmi uning uchun o'ylab qo'ying. Yo'lda Suyping rostliq qaytib ketsa, 3 yilgacha hech qanday xizmatga qatnashishga bo'lmaydi.
sizning uyingizda dehqonchilik qilishga bo'ladi. Bu sizning bexatarligingizga kapolat qilish uchun. Bizning ba'zidami Gomindaning nurg'ulg'an ko'z quloqlari bor. Agar kunlarning birida ular sizdan gumonlanib qoladigan bo'lsa, Suypangning barar joyi sizning oilangiz xatarlik tekshirish nishoniga aylanadi. 3 yil xizmat qilishga bo'lmasa, bizdan uyda dehqonchilik qilsa, bak uzunkan. Amisa, bugünkidek axborotlarni yo'lda Suypangdan avasan bo'ladimi? Yo'q. Uning tajribasi yo'q. Bundaq ishni tex qilolmaydi. Onunğa qiladigan ish deb berish kerak. Bo'lmasa u bekorchilik cho'qim ish terib qo'ydi. Mahjong o'ynasa, nihoyatda yaxshi emasmi? Men buningga shundoq dedim. Lekin u bu vazifa emas, xizmat emas deb, hiliqi yuan komissar deganga fikr berman deb kundalik qo'tildab yuriydi. Yuan komissar? Kimkan u? Ularning cho'ng atirtadigan o shuning gapini anglaydi ekan. Shuncha kashf ketsam uxlamabsiz-ku. Tang aytishni saqlab turdim. Siz meni katta edingiz-ku. Baya men chiqib, yerasta aloqa punktidagi yo'ldoshlar bilan ko'rishib keldim. Men bilan nima aloqasi? Men ati bu yerni yo'q qilaman. Sizdan ketgingiz bormi? Bo'lmasa nima ahmiyatdi? Siz meni katta edingiz-ku. Bu yerda yana qaysi so'zim bilan turman? Aras. Bu yuan komissar sizga aytgan xat. Nima deb yozibdi? Men o'qib bering. Men o'qib bering. Ha. Yo'ldosh Suypang, tekshtirdingizmi? Yo'ldosh Sochingning aytishicha, siz dushman orqa sepidagi murakkab xizmatga nihoyat tezla moslashib ketibsiz. Men sizdan nihoyat xush bo'ldim. Sizni tabriklayman. Siz yo'ldosh Sochingning sizga bo'lgan rahbarligiga va o'g'irlashtirishiga bo'ysunib, osh-tomoqni yaxshi etib, kiyim-kechaklarni yaxshi yuvib, mahjongni yaxshi o'ynab, qahvani yaxshi damlab, yaxshi xonim bo'lishingiz lozim. Mana bu sizning tashkil uchun yaratgan eng zo'r tuhfangiz bo'ladi. Esingizda bo'lsin. Yo'ldosh Sochingning rahbarligiga va qo'mondonligiga mutlaq bo'ysuning. Undan boshqa qarab boqay. Yana yo'ldosh Suypang, siz endi g'angiz talsangiz bo'lmaydi. Bu yarasti xizmatga yarashmaydi. Salohiyatingiz oshkorlanib qoladi. Tugdi. Yuan komissar. Yuan komissar mushtaqdami? Uxlayli, aytib ketmaysiz. Bu lo'yamizda gap deganni qilmoq oson-da. G'anzini yig'ishtiraydi ya. Anglasam, bu qitimqi kompartiyaning askariy yarashtirish guruhisida sizning bir saboqdoshingiz bor ekan. Ha, ularning suhbat vakili ismi Deng Ming. Beipangda bir sinfda o'qigan. Hay. Mening bu sotqin degan nomimdan hurkib, u cho'qim men bilan ko'rishmaydi. Eng yaxshisi ko'rishmang. Jonni saqlash muhim. Punkt boshlig'i aytib qo'ying degan edi. Ko'rishgan holatda mo gapni o'ylab qilish kerak. Uningga nima deyman? Siz bizning boshliq bergan sovg'atlar sizlar bir oila kishilarning hayotini saqlaydi. Ha, shundoq. Hozir hamma joyda amaldorlar yaponlardan
va yana ba'zi sotqinlardan qolgan mol-mulklarni toza yig'yotidi. Yolg'iz Tianjin punktida emas. Siz bu ishni sirtqa yoysangizmi, ular degan hukumatning muhim arboblari hech kim ularni birnam qila olmaydi. Amal yo'q. Aksicha o'zingiz ig'vogar deb ayblanib, sotqin degan qalpoqni kiyginingiz kiygan. Olaman deb o'ylayotmaysiz. Albatta, men hech nima sovuq qilmagan tursam, uningga nima deydi? Men olchib qolmadim. Tezroq kiring. Endi kirmasangiz, u bo'rdek o'lab ketadi juma. Hem iş bitti mi? Bitti. Qoral alamdık. Bence. Kompartiyaning vakillari tushdan keyin yetib keladi. Hammanglar o'z burchinglarni aniq bilib olinglar. Sizlarni yana ogohlantirib qo'yay. Salohiyatlarni oshkorlashga, kommunistlarning vakillari bilan jadal qilishga, ular bilan xufiyani uchrashishga bo'lmaydi. Ishdan tushgandan keyin bir kunlik ahvolni doklad qilsizlar. Uqdinglarmi? Uqdi. Bo'ldi. O'rninglarga beringlar. Adrat boshlig'i. Lo mudirdan telefon kelibdi. 2-nomerli qismning tanisha signali ochiq emas deydi. Bizning signal ochiqmi? Ochiq. Lo mudirga tekshirdik deb qo'y. Shundoq bo'lsin. Bor. Hop. Boshliq, muxbirlar keldi. Kompartiya vakili Dingmin qaysi uyga o'rlashdi? Ularni olib ko'rsatib qo'y. Rahmat. Askariy yarashtirish mazgilida muxbirlar erkin kirib chiqa olamdi. Kechiring. Buning ular qo'shilsa bo'ladi. Oshxona bilan majlisxonni ko'rib baqsaq bo'lamdi. Bo'ladi. Marhamat. Mashina remontchisi Van Shimen. Harakat atirtini. Oldi zalning mas'uli Sonfey. Harakat razvedka bo'limining bo'lim boshlig'i. Mulozimat o'rnining mulozimi Liuginba. Harakat atirtini. Kutkuchi Chimbeva. Harakat atirtini. Agar ularni pash qilsanglar, eng yaxshisi ismlarni bek to'g'ri deb o'tmay, bir ikkisini xato desanglar bo'ladi. Xotirjam bo'ling. Axborotning kelish manbasini ularga chandurib qo'ymayman. Yenge, nima ish qilyapsiz? Katak selyapman. Akşamlıqı bu yerda turishlik harbiy taraf kompartiya vakilini qarshi olmoqchi. Biz hammamiz boraylik. Odam ko'p bo'lsa, kayfiyat yaxshi bo'ladi. Tianjinning nihoyat yaxshi vaziyatda turayotganini ularmi ko'rib baqsin. Ziyolilar bilan so'z sanoatchilar vakillarini tep qo'ydik. Hammasi 50 yoshdan oshgan Yaponga qarshi turish qahramonlari, o'quvchilar vakillari, san'atkorlar vakillari va oddiy fuqarolar vakillarini tep qo'ydik. Jami 20 odam. O'quvchilar vakilini qattiq tekshirish kerak. Yoshlar og'zi kelganini deyishga amroq. Shunaqa. Xotirjam bo'ling boshliq. Hammasi yoshlar gvardiyasining tayanchlari. Hammasi siyosiy universitet bilan ittifoq maktabining yillik tarbiyasini olgan. Ularning arxivini birma-bir tekshirdik. Ayollarning vakili bo'lish kerak, ha? Uqtirishda ayollar vakillari qatnashmasin deb ekan-ku. Qatnashsin. Kommunistlar bakli xurafi. Ularga shahardagi yangi davr ayollarini ko'rsatib, ilg'orlikning nima ekanligini bildirib qo'yaylik. To'g'ri. Bugun oqshomni kerak tursa, ulguramasmizmikin? Ha.
Bizning xonimlarimiz kasi bo'ladi emasmi? Chiroyimi yomon emas. Ular ratli kiyinib, orqasida kulimsirab tursili bo'ldi. Boshliq. Mening xonimim kammisin bo'la. Og'zi yo'g'on. İlg'armi ko'rinmaydi. Akilisiz. Uningmi ko'zi echilsin. İlg'arlik degan shu-da. Sizning uning bilan qaringiz bo'lmasin, Makoy. Ba. Sizning xonimingiz Yu xonimni ep berib chechini budur qildirsin. To'lqinsimon bo'lsin. Xo'p, chechini budur qilaman. Ha? İlg'arlikda bu. Budur qismi ilg'ar ko'rinmaydi u. Ajab yo'riq ekan. Chechingizni, yana ma'u kiyimingizni ma xonim tanladimi? Ha, yarishibdimi? Yarishibdimi da'vatman. Bak yarishibdi. Ha, keldinglarmi? Yu xonim. Yanga, uni sizga topshirdim. Ma'qul, ma'qul. Bundoq o'rinda qalayimqan gap qilmoqchimi? Xotirjam bo'ling, ha. Xotirjam bo'ling. Yarışdı. Yarishibdi. Chechiroqga soqqandan keyin rasmiy xonim o'xshabsiz. Nega yarishibdi? Bu pasonni men tanlab berdim. Hozir Shanxayda eng moda pason. Loyimi yarishibdi dedi. Ha, shundaqmi? Qandaqka? Qo'linglardagi nima u? Buni nima deydi? Bu-chi Amerikaning bir xil gazsi. Hozir toza iqiyotgani shu. Buni-chi Coca-Cola deydi. Qarmoqqa ochiq suv o'xshaydi ekan. Tetib yiqing, ha? Tetib yiqa. Yo'q. Tetib yiqing, ha? Qandaq ekan? Ochiq ekan. Davlat armiyasining vakili Jang Lolin Jangjun keldi. Boshliq. Vaqt o'tib ketdi. 8-armiyaning vakili texnik kelmaydi-ku. Әмісі siz bu yerda bekorga turamsiz? Sakkizinchi armiyaning vakillari qamlashmadi ish qildi. Shuncha muhim yig'indimi vaqtga rioya qilmay bunda qiz qandoq bo'ladi? Depiqma. Qarang, 8 minut o'tib ketdi. Dastlabki ta'siri faqatli yaxshi bo'lmadi. Shu emasmi? Jangjunmi kep bo'ldi. Uni bundaq saqtib qo'ygani faqatli qamlashmadi. Xalaymaqan gap qilmay turaylik. 8-armiya vakillari bu yerga tanishtirsa, necha minut kechikib qolishini to'g'ri tushunishga bo'ladi. Siz qaysi kesxonni? Siz qaysi kesxonni? Men Heli ular kelganda siz oldi bilan savol qo'yib, ularning kechikib kelishi askariy yarashtirishga buyurmatlik qilganligimi qanday so'rab beqil. Sakkizinchi armiyaning vakili Dingming Jangjun keldi. Sakkizinchi armiya. Ajab to'pichar ekan. Yu xonim, nimancha hayajonlisiz? Buni yeb beqing. Ma xonim, 8-armiya nadin kelgandi?
8 yil ko'rash qilib, bugun jam bo'ldik. Qadahlarni ko'tarib, go'zal manzilni planlaymiz. Bugun Tianjin askari yarashtirish xizmati boshlangan kun. Bu ziyofat Tianjindagi har sohaning ko'ngli. Bu orqali Iroqdan kelgan davlat armiyasi va 8-armiya vakillaridan orduq so'ramoqchi. Ziyofat boshlanishdan burun biz ozroq vaqt ajratib, muxbirlarni mehmonlardan savol so'rashga taklif qilamiz. Siz so'zlang. Men Erkin Tianjin radio stansiyasining muxbiri, ismim Gavron. U ismin nima dedi? Bu yerda men Tianjin radio stansiyasiga vakolatan Jiang Junni, Deng Junni va barliq Iroqdan kelgan mehmonlarni qarshi olaman. Rahmat. Bugun birinchi qitimliq uchrashishda 8-armiya vakillari 10 necha minut kechikdi. Ba'zilar sizlarning samimiyatinglardan gumonlanyapti. Buningga tushuntirish bergan bo'lsanglar. Mundaq bo'lsin. Bu masala haqida bizning ma'un vakilimiz Zolan xonimni javob berishga taklif qilamiz. Kim? Zolan xonim? Uning yenida o'ldirgan ayolni dedi. Ismi nima ekan? Zolan dedi xo'dayman. Aslida kechikib kelish masalasini tilga olg'im yo'q edi. Chunki tunji qitim yuz ko'rishimiz emasmi? Ammo bu masala so'ralgandan keyin men deyishga majbur bo'ldim. Buningdagi sabab bizning turalg'imizning ichki-sirtining hamma yerda Juntung punktining ishpiyonlari bo'lg'ashqa harakat qilishimiz intayin qolaysiz bo'lib, vaqtni kechiktirib qo'yib, har qaysinglarni saqlatib qo'ydik. Tianjindagi har soha sizlarning vakillarni qarshi olish uchun eng zo'r samimiyat ko'rsatdi. Boya siz tilga olgan ishpiyon degan masala sizlarning gumoninglarmi yoki sizlarning tasavvuringlarmi? O'zinglarning asosinglarni qo'yib baqqan bo'lsanglar. Bunga javob beramdi. Siz javob bering. Bizning albatta asosimiz bor. Buni tasavvur qilish mumkin emas. Asosinglarni o'tirib qo'yib baqsangiz bo'lamdi. Bu bizni kutuvog'chi tarafning bizga o'rlashtirib bergan xizmatchilarning tizimligi. Bizning turalg'imizning oldi zalining mas'uli buningda Jingfei deyilgan. Amaliyotda Juntung Tianjin punkti harakat razvedka bo'limining mudiri Sungfei, tangshanlik 37 yosh. Avtomobil remontchisi, buningda Wang Mingli deyilgan. Amaliyotda uning ismi Wen Shiming bo'lib, Juntung Tianjin punkti harakat atritining shofiri, Bavdeliq, 32 yosh. Birinchi qavatning kutuvchisi, buningda Liu Yiji deyilgan. Amaliyotda uning ismi Liu Genbao, Juntung Tianjin punkti harakat atritida. Changshuliq, yeshi aniq emas, birinchi qavatning kutuvchisi, buningga Huangka deb yozilgan. Amaliyotda ismi Chen Beifa, Juntung Tianjin punktining harakat atritida, yurti aniq emas, 24 yosh. Bizda yana boshqa odamlarning tafsiliy materiali bor. Bu yerda birdan-bir deb o'tirmay. Mubada haqiqatan shundoq bo'lsa, mubada da'votiman. Tianjin taraf sizlarning bexatarliginglarni ko'zlab shundoq qilgan bo'lishi mumkinmi? Shundoq Zo'xonim, tafsiliy tizimlikdan bizga bir nusxa bersangiz bo'lamdi. Biz adliy gazetda e'lon qilatdik. Kechiring, tizimlikni sizga belgilab bo'lmaydi. Chunki bizning o'z intizomimiz bor. Men yana bu apandimning savoliga javob beray. Ishonamanki, buningda cho'qim bexatarlik ko'zda tutilgan. Biroq hozir yaponlar yo'q, satqinlarmi jazoga tortildi. Tianjin intayin bexatar shahar hisoblanadi. Shunga biz tez sur'atda ishpiyonlar chekindirilib, o'zimizning mustaqilroq orom olish muhitiga ega bo'lishimizni umid qilamiz. Bo'ldi, savol qo'yish oyoqlashdi. Ziyofat boshlandi. Muzika. Bu tasodifiy uchrashishdan Yuizoching intayin qo'rqinish ham xushalliq ilkida qoldi. Qalbidagi mashg'uning ushtumtut ko'z oldida paydo bo'lishi har qanday odamning qalbini larzaga soladi. Yuizochingning Zolanning yeniga berib gap qilg'isi yoki uni tansiga taklif qilg'isi keldi. U ishinatdiki, boyaqi savol javoblardan keyin u o'zligidan berib uningga gap qilsa-mu, hech kimning gumoni qo'zg'almaydi. Bası bo'larmi, bamisi bo'larmi? Bu chaqda shundoq xunuk bir qarash uni ogohlantirdi.